Paprot ko'rishim kerak. Qoch mana hozir so'kib yuborish mumkin. Qoch. Bitta yomon. Ha. Nima? Ko'rasan? Ara zapravka bilan qancha yonayapti? 24 soat yoqdi. Bir sutkami? Bir sutka ochmadi. Yo'q. Og'zini keldirib qo'ydi. Hech narsa ketmaydi ekan. Bir Mana shu ko'mir ketmadi. bir qop ketam. Yo'q, bir qop ketmadi. 2 soatilmi? 3 soat ketadi. 3 soatil bilan bir sutkami? Plus 3 soat. Yo'q. Shunday o'zi og'ziga ketib qoladi. Yeze ekanman mana. Viton ekan mana Viton. Ana o jiles nimaga desam bu utopletan qilingan. Железо emas bu bir. Tuniki. Tunikaga ham o'xshamaydi. Tunika, yengil tunika. Mana shu utopletin bo'lgani uchun bu ko'p qizingan. Nechta batareyka bor? G'ayri 8 ta batareyka 24 soat qizyapti ular. 8 ta batareyka. Ye qo'y. Gap yo'q mana. Gradus kelganda necha? Mana. 5 ta. Hozir mana 45 gradusga chiqdi. Hozir 5 minut bo'ldi yonganiga. Mana hozir 75 ga qo'yib qo'yar ekan. Sovuq bo'lgan paytda 60 ga qo'yib qo'ysa ham 70. Ya buni uyda o'z issig'iga qarab qo'yaverasiz. balansini bitta ochib bering-da, bir ochib oling. Mana o'chirish kerak. Ha. Mumkin urmoq. Endi o'chib changni chiqartdilar, shoshma. O'chsinlar. Yo'q, mana. Qochiliq. Hozir ko'mirsa qo'ydimda. Eylar. Ha. Ha, shunday kul, hoka. Yana chetadan puflab o'zi. Ko'psa ham bir soatdan soldimda. Yo'q. Hozir nimasi? Kul. Fulayman shu. Ey, qarang qanday yonadi. Ha, shunday yonar ekan. Sekin yashnab. Bo'ladi, zo'r. Hep qizil ana olib ketaman. Cho'q. Ashliknikidan ham battar olib ketadi. Bir yon Puflab turadi.